Qani, bratishkan chaqiraylikchi. Ya assalomu alaykum Davron aka, yaxshimisiz aka? Chetda bir TDM o'ynaylik siz bilan ham aka. Har bitta mandan olgan shu sizga 60 yuzdan tashlab beraman, go'mi? Va alaykum assalom. Gaz. Qani, bir ko'raylikchi. Har bitta kilga 60 yuzdan deyapti, bir 30 ta 40 ta kil qo'raymi? Shu joyiga. Shang'ir qilib. O'yinni boshini aytaman o'g'illar, meni xatoim Davron aka bilan o'ynaganim bo'ldi. Yana bitta kill, let's go! Soqqani boss variation mana. Notek Aka yomon qiynavordingiz-ku. Kuyib pishigani yuzini anga tashlab o'tirib, siqilib. Nima qiling? Qarang, anga UC kerak emas, to'g'risi akkauntimda o'zi 20 ming UC'm bor. Agar rost tashlamoqchi bo'lsangiz, obunachilarga tarqatib yuboring. O'zingizning obunachilaringiz, ana obunachilarimga shuni o'ynab yuboraylik mana shu UC'ni. Aytanga yaxshi aka, agarda sizga yoki menga ikkalamizga ham obuna bo'lgan, sog' obunachilar bo'ladigan bo'lsa, o'sha obunachilarimizga 6 terpini tarqatib yuborsak bo'ladi aka. Bo'ldi, bo'lmasa menga ham sizga ham obuna bo'lib qo'yishsin. Bo'ldi, shu bilan Telegram kanalda 6 ta odam aniqlab, erpisini tashlab berib yuboramiz. Siz o'zingiz endi homiysiz. Bo'ldi akajon. Tog'ajoli, erp olmagan odamlar ko'p. Yangi erp ham keldi. Profilim ostiga Telegram kanalga o'tsanglar, Lapar Davron akamiz tomonidan yutib olingan 6 ta erpini o'ynab olamiz, o'tib qatnashib qo'yinglar.